Assalamu alaikum, hörmətli studentlar. Qağanımız əmmimiz meyda. Kamilcan, İlham, Enver, İlyas, Abdükerim və Kamirlan qoşumuz çaqan. Şahidəm qoşun. Kızınıma oğlum oxşaşlı. Nazibim qoşun. Bugün ötülген mavzurumuz Uyghur xalq çökəklərini klassifikasiyalaş hem onun türleri. Umumen Uyghur xalq çökəkləri başqa milletlerinin çökəkləri oxşaşla bir neçə türgü bölündü dedik. Ötkende qandaq türlerге dep ötken kim aytып berdi? İlham, qandaq türleri var çökəknin? İlham. Ekranı qoşup sözle. Qandaq türleri var? Qoştum oğlum. Qandaq türleri var sözle. Sahin orada bir Uyghur xalq çökəklərin qandaq türleri var? Ününüz qoşsun. Avazın qoşsun. Çöçekler, sihirlik çöçekler, potom hayvanatlar toğırlıq çöçekler, turmuş hayat toğırlıq çöçekler. Bu üç türgü bölündü. Üç türgü bölündü ya. Hem de turmuş hayat çöçeklərinin alahillikleri nemdike? Turmuş hayat çöçeklerinin alahidligi bu yerde adamlarının turmuş toğırlıq eğitidu. Hayat qandaq hayat geçirdi. Şu toğırlıq yazılgan. Hayvanatlar toğırlıqda u yerde köpünç hayvanatlar toğırlıq. Hayvanatlarının yaşı toğırlıq. Sihirlik çöçekte yerde kansam oldu. Әмісі de бірақ фантастикалық сәзгүрештілер бар. Әмде бұланың айырымчылығы, үшін бір-бірінің айырымчылығы бар. Мұхаммед, қандақ арвасақ болды ке бұл үшіні? Мұхаммед. Рамил, üçünün bir-birinin qandaq oxşaşlığı var ki, qandaq ayrımçılıqları var ki? Üçüncüsü fantaziya her türlü oldu. Hayvanatlar da sözeydi. Gaybırlar sözmeydi. Fantaziya her türlü oldular üçüncüsünün. Hamısının fantastiklik sezgileştileri her xil oldu ya. Endi uy topshirmaga 3 chöchak bergan ya, shuni yezib kelishga, 3 topga bo'linib, ashi yezib kelish bergan. Kim yezib keldi? Malum Nima Sahinur o'qina? Bizga numara 1-chöchekni bergandingiz. Burun bir zamanda qu tulki yashab ekan. U bir kuni o'rmonga chiqib, "Hey, bugun meni tozimi nas bastig'u atigandan beri qo'sig'im teriqchilik nafsimu sezmidiki, qo'saqlarim echib, uchaylarim chaplashib ketdi. Hey, bunda yuraversam bugun o'rmonlikda adashib qolishim mumkin. Eng yaxshisi bir qatim bo'lsa-mu xatarga teriktilik qilib kinetga ire insanlarning to'qu qo'llarini tutib taziyaychu va go'shkangu nima degan yaxshi kentga kirib ancha sarib qilmayla masalik bir parcha go'shga erishib qilishim xiyoliga kelmadi. Qo'limni shundoqla so'zaman, go'shni ololmayman. Ay jinim, yana bir kuchay. Ay. Tuf. Tayyorlik 1-2
Жүрек. Göğsünü alalmadı. Бірақ қолы yetmейді. Göğsünü alalmағанлықтан түлке немі деген сесік göç bu, деп yol bilen ketip kaldı. Sizningki jumlalar bir-biriga bog'lashmabdi. Siz ayda nima ko'rdingiz, ashulani yezib olgan kim nima so'zildi. Umuman siz bir so'zlab bersiz-ku. So'zlab bergansizlar, so'zlab bersiz. Ashuna o'xshab so'zlab bersangiz kerak. Birim so'zlab, qanaqa so'zlab bergansiz? Shundoq yezishingiz kerak. Anvar, sen o'qig'ina? Mana hozir. Tezroq bo'l o'g'lim. Mana dada keldim. Dada bozorga borganda menga nima yeb bersiz? Menmi mo'ni qo'yni sitib, sana ko'p narsa yeb beraman. O'g'lim, qara, bu yerda atning kona taqisi turdi. Elib, g'o'janga selib qo'yg'in. Lozim bo'ldi. Voy dada, jon dada, u kona taqining taqisini nimga yaratdi? Onunğa qaraganda yolumuzga mangayveraylik-ku. Undaq deme o'g'lim. Qiymat talning egri yo'q degan gap bor. Elvag'in, nim qilmiz. Yukni yig'irlatib, o'lim qilib men olmayman. Undaqda men elib olay bu taqni. Qanaroq bo'lsin-u cho'qim asdi. Dada. Bo'ldimi? Anvar? Anvar mikrofonu chiqadi. Bo'ldimi? Halim so'zlab berimizmi cho'chakni ili yozganimizni o'qib berimizmi? Yozg'ini o'qib bersa. Mana O'qi Anvar. Hozir maning. O'yla chaqqa. Dada, endi mangaylik-ku. Mana mangdoq. Qayni setib taldoq, qo'yni setib oldik. Endi senga bir narsa beray. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kaysizlar, birlar ishlar bormi? Bor ishlar. Bir ot taqisi bor edi. Shuni olmoqchi edim, sotmoqchi edim. Bu qancha tanga bo'ldi? Men bu ko'rib taqini ko'ray, berasizlar. Bu taqingiz bir tanga bo'ldi. Rahmat. Yetarmi? Yetarlik dedi. Yani kim o'qiydi? Men o'qach. Anvar o'qig'ini? Anvar o'qib bo'lgan. O nima? Muhammad. Çöçekler, horun bala. Horun bala çiçeğide datısı balasının horunluğunu çıraylık yol usul bilen terbiyeleydi. Yine her kanda konurgan zatının paydasını görüşke bolduğanlığını söz bilen emez, iş bilen görsetti. Şunun için çiçeklerini okuş, balalar için ahmiyetke ege. Milletimizge çöçekler yaki evlatını terbiyeleşte çoğun rol oynaydı. Umuman sen çocuklarga o'zing o'y fikr yozibsan. Men ham o'y fikr yozishni bilgan, ham shu cho'chakni bayonlab, so'zlab keladigan darajada yozib berishni o'tingan, ya. Endi mayda Abdukarimova shaxsan ham sira tushunganda o'tirib ketsa. Bo'ling. Bұрынғы bir zamanda bir buvay болыпты. Şu buvayның ішке оғлы бар екен. Балалар кішігіділі анысыдан айрылып жетім қапты. Шуның үшін бувай ығырлықны оларға білдірмей чоң қылыпты. Күнлерінің бір күнінде бувай қаттық кесел болып, орын тұтып етіп қалыпты. Шunda бувай балаларға нәсият қылмақчы болыпты. Oğlum, hoş ata, үйде су түгеп қапты. Сен беріп азырақ су еліп kelsen bolup diken. Makul ata. Aldırma. Su elip kelediğen kalpak tişilip kalıptı. Şuna sen suni evos sevetke elip keldin de boğay çoğun oğlunu suğa evtipti. Oğlu oylanmasın sevetini elip suğa mağdı. Oğlu sevetke su almakçı buldu. Bırak algan suyu tökülüp gidiyordu. Oğlu sevetteki sunu tökülüp ketkinini korup mındaq deydi. Bu sevette bir tamçı
тамчымыз су қалмапты ғой. Бопты, ешқысы жоқ. Яна бір қытым алай деп, яғни Себетке су алмақчы болды. Бірақ Себетке алған суы қайта төкіліп кетті. Шуның білән чоңлы болысының қишыға қайтып келді. Оны көрген буай, шунда қылып суны әкелмедің деген дейді. Шунда буай ішкенше оғылға мұндақ дейді. Оғылым, әнде сен бұл Себетке су еліп келген деп, кенже оғылыны суға өтіді. Кенже оғылы қолға Себетні вә бір рәхні қошып еліп суға маңды. Себетнің ішіге шу рәхні селіп, оның үстіден патқақны сүркеп қойып, шу Себетке су еліп болысының қышыға қайтып келді. Оны көрген болысы қошал болып кетуді, вай су еліп келіп сәнді дейді. Андын болай шкел баласыға мұндақ дейді. Балаларым, менің кесілім барған сыры еғырылшып келу атыды. Өзәмгімі аян, күнлерім ұзын қалмады. Бұл әлемдің кетіштің бұрын сілерге қалдырудыған бірлі васиеттім бар. Сілер әр қандақ іш қылғанда ақыл шілтішке мәхір болуыңлар деп етуді. Көп өтмей бұлай әлемдің өтуді. Шке оғылы датысының бұл васиеттіне әсті чың тұтып, әр қандақ іш қылғанда ақыл шілтіп, ұптан күн кечірді. Yaxşı bayanlaptı. Yani Kamılcan okuyat yine? Ne bileyim? Aldın ders yaxşı otağan bolsan, undan tınışğamsan, nemne degen soğanı koymağan bolat. Значит, aldığınız otağını. Ramil, okuğunu? Hazır. Orun bala. Bұрын өткен заманда датысы білен балысы болыпты. Олар қозыны еліп базарға беріп сатпақшы болды. Yolda kip berip bir taqını көріп қалды. Датысы балса, балам, taqını ev al deydi. Balası horluq almaydı. Dası şikayetim deydi, ev al деп. Бірақ баласы almaydı. Dası berip өзі ev elip bazарға барды. Қозыны сетіп, bir tömürçіге беріп, tömürçіден Mun taqın satıdı. Taqı bir teng болып, onu jigitichiga berib, jigiti aldı balısıga. Jigiti aldı. Ve jigitini yolga tashlab mаңды. Balısı keyindidən elip yer yapmаңды. Dadısı deydi, balam, sen egilip hedin, aşı taqını algan bolsam oşunu alattың деп deydi. Endi hazır sizlerge tapşırın berişten burun bir qor azırkı zamanıvi çöçeklerinin qahramanları bilen bir qor tanışıp öteyli. Ularning bizga qandaq tarbiya ahamiyati bo'ldi. Ba'zilarimiz shu multfilmlarni ko'rib o'sdik. Ba'zilarimiz bugungilikda huquqlarimizni ko'rsatyapmiz. Shu multfilmlarni bir qor to'xtalib o'taylik. Hozir men birinchisini ko'rsatmay. Qaysi multfilm? Король Лев, yani padişah, şır padişahlığı ya. Король Лев. Endi bu yerdeki her bir kahramanın rollerini bilemezsem onu qaysi bu? İsimlerde var mı? Simba. Qaysi öz baş kahramanın iti? Simba. Mayaktaki kalan 4 kahramanın adlarını bilemezse? Timon и Пумба. Maymun da olması. Maymun. Kim bildi? Nima şahsen dep birine her birisini? Timon и Пумба. Simba. Timon и Pumba deganlar. Timon и Pumba degan buni. Coşka. Kaban, Coşku bilen? Coşku bilen. Surigat. Aşının iti Timon, Coşkunun iti Pumba. Шырның ити Симба бұл баш қахарман болып есептелді. Ve мәйді туған шыр бар ғой маймун. O ayalı ve мәйді маймун тұрды. O
Ана маймун. Зазу деген маймун, Зазу. Зазу. Zazu ya. Endi bular hamisin bu qaysi chechaklarga yotadi shoxda bu? Qaysi turga? Sihirli. Hayvanatlar. Hayvanotlar. Hayvanotlar to'g'risizki chechaklarga yotadi. Ya nimishga? Chunki bu yerda butunlay boshdan oyoq hayvanotlar rol o'ynaydi. Bu shuni ichida salbiy qahramonlar bormi? Bor. Qaysi? Шрам. Шрам. Qaysi Shram? Зимбаның датысының ufkisi. Ya mono suratda bormi? Yo'q. Yo'q malim. Bu yerda salbiy qahramon yo'q ya. Buni oxirgi yillarda bizlar ko'rgan bo'lsa kerak, filmim yo'q edi ya buni kinosima. Endi mono chechaklar qaysini ismladi? Rus chechakları. Rus chechakları Tri Bogатыря. Turmuş hayatını eringan çocuk. Asosan turmush hayot chechakları bu yerda ya. Qanaqa chechaklarni nimasi ko'rib o'tirsizlar? Маша Медведь, Три богатыря. Masha bilan iyiq, 3 bogatir, yana Маша bilan iyiq. Asosan shu ya, mayda 3 boshliq yalmog'iz turtga, u endi nima hayvonotlar ham fantastiklik chechaklar qilsak bo'ldi. Endi bu yerda Masha bilan iyiqda qaysisi salbiy personaj, qaysisi ijobiy personaj deb o'ylaysiz? Salbiy qahramon yo'q demaydi. Маша Selbi. Medved iyiq. İjobiy qahramon bo'lib hisoblanadi. Masha salbiymi? Mening o'yimcha ashta salbiy odam. Sababi jiq bir xato ishlar qildi. Endi kichik bal bo'lgandan keyin ashta xato ishi jiqni qildi u. Ma'rifat qo'yildi. Mashani salbiy qahramonga chiqadiq. Ya'ni qo'shildi g'alabami Mashani salbiy qahramon deyilgan? Yo'q. Nimishga ijobiy qahramon Muhammad? Masha nimishga ijobiy qahramonga yetadi? Bilmayman, endi u kichiklar beg'ishlangan nimg'u. Ular kulki bo'lsin deb, qiziq bo'lsin deb salbiy qahramon qo'shmagan shuning uchun deyman u. Kichik bolalarda bu kichik bolalarning qilgan qilmishi u qilmish emas ya. Qanaqa bo'lsa u bolalar dunyoni to'liq bilmagandan keyin uni bir salbiy qahramonga yotqizish. Lekin shunda qilish biroq esinglardimi, eng Masha chiqqan vaqtda boshqa bolalar ko'payishga boshladi ya aramizda. Uyda o'zining deganini qildigan, o'zining shu qoqishtirgan jo'ngni Jig'isi berdigan. Jig'isi berdigan. Ya shu dastlabki vaqtlarda shu udulla bolalarga ta'sir qilishga boshladi. Uni qarshi olmay ashaq qildigan ishga deganga o'xshash. Mana shundaqlar ko'paygandek bo'lish kerak. Bugungi kunda shaxsan ham uni salbiy qahramonlar qatoriga yotqizgan. Endi tarbiya ahamiyati to'g'risida kim aytib o'tdi? To'liq oldida o'ylanib kelinglar dedim. Chechaklarning bizga zodi qanaqa tarbiya ahamiyati bor buni qanaqa o'ylaysiz? Mening yezog'am tarbiya ahamiyati. O'qay. Uyg'ur xalq chechakları balalarni adamgarchilikka, rostchilikka, emgakchilikka, mehribonlikka, vatanparvarlikka, qahramonlikka va boshqa yaxshi xislatlarga tarbiyalaydi. Millatimizga chechaklar yosh avlodni tarbiyalashda cho'ng rol o'ynaydi. Yana Gulnara o'zingiz o'y fikrini aytib o'ting. Chechaklarda Muhammad aytgandek rostchilikka o'rgatadi. Yana yomonlikdan yaxshilik har qachon yig'ilganga o'rgatadi bo'ladi. Har qachon oxirida yaxshilik bugungi kunlikda bunday qarasak bo'lmi chet elning cho'chaklari xil taraqqi etgan ya. Biz shu uchilgan gilam, olam aynigi, yetti boshqa yalmog'izdan boshqa yangi bir personajlarni hech kim o'ylab topgan yeri yo'q ya. Biroq bugungi kunlikda chet el qaraydigan bo'lsanglar,
Ümçük balvan dep koydu ya, Человек-паук. Umu bir nima, unki Deadpool degan chiqdi. Undan keyin Железный человек. Undan keyin Tömür adam, Железный fantastik четверка degan narsa bor. Taş adamı bor, unda ot adamı bor. Bularning hammasini ko'rganmisanlar, bu chet elliklarning fantaziyasi nihoyatda kengayib ne? Har qanday o'zlik tushlik, masalan, Çümülü palvanlarım çıkışık başladı, çivinlerimi çıkışık başladı palvan bolup ya. Qanday qilib bo'lsa, har kimning o'ziga tushlik, masalan, Черепаха ninja dedi. Taşpaqlarma o'ylab ko'ringlar, shu fantaziyasini qanchalik kuchligi, o'zi ara meni жүрген narsa, u ninja bo'libdi, qanchalik kuch berdi ashunaqaga. Bo'lsa, uning chamdishi endi biz bir-birimizdan o'qishimizga, men shunday taşpaqdek qachon sen kelyapsan deb. Endi shundaq bir personajga, shundaq bir qahramonlikni berishi bu haqiqatan bir cho'ng topqirlikning, ushqurlikning natijasida. Endi sizlar bugungi kunlikda biz o'zimizni milliylashtırgan holda, hatto har bir ko'ktatni asaq bo'ldi, har bir hayvonotni bugungi kunlikda Gollywood bilan Bollywoodda uchrashmagan bir hayvonotni elib, ham shuning o'zgachiligini odamlarning orasiga singdirgan qilib bir yaxshi bir cho'chak yezishga, andiki bizning ijodiy ish, cho'chaklarning ijodiy ishi. Shuning uchun sizlarga topshirma, biz sizlarni kutimiz, yana bir kunimizda jiq vaqtimizni o'ldirib oldik. Zoomning vaqti mana 3 minut vaqt qoldi. Shuning uchun men aytlashtirish to'g'ri kelmay qolganda WhatsAppda men yana tushundirman. Hammanglar mayli u hayvonotlarni elinglar, mayli u ko'ktatlarni elinglar, mayli u mevalarni elinglar. Shundaq bir cho'chakni yezib kelsinlar. Oxiri tarbiya ahamiyati bo'lishi kerak. Sizlar shu cho'chakda, bu cho'chakda shundaq voqealarni erishinglarda, sizlar yosh avlodga qanday tarbiya, qaysi tarafdan, odamgarchilik tarafdami, do'stlik tarafdami, mehribonlik tarafdami, ota-ona hurmatlash tarafdami, umuman odamiy xislatlar bor-ku. O'zingiz to'nishdimi 5 qadriyatlar degandek. Mana shundaq 5 qadriyatni olamsizlar. Shundaq nimada bir qisqacha bir cho'chakni, yoki bo'lmasa masal, yoki bo'lmasa cho'chakni yezib kelsa, o'zinglar o'ylashtirib, nomni qo'ysizlar, masalan, bizga bugungi kunlikda qanday nimalar texi qahramon bo'ldi. Qarg'oyoqlarni elinglar o'zi kuchli qahramon bo'lib, faqat kitslar butkul insonlarni qo'rg'aydiganga o'zining nima degan o'zining internetlar izdanglar qanday nimalar bor, alohidliklar bor uning uchun. Shunga qarab, sizlar bir cho'chak yezib kelinglar. Endik dersga men Platonskiy selinglar, yoki bo'lmasa menga yezib bo'lgan ki word variant aytinglar, uni ichiga so'z nimalarini qo'shib, endik darsda kelgan kundek mumkin bo'lsa, shu o'zinglarning personajinglarni suratga chizib kelsanglarmi texim yaxshida. Bugungi kunlikda biz yangilikni yaratgan bo'lamiz. Hammamiz bir kichik ulushimizni qo'shimiz buningga. Bu darsga buni aytib qiziq dars bo'lsin, agar shunchaki yaxshi bo'lsa, kichkina qilib kitob chiqib bo'lsa, chiqaramiz. Shuning uchun hammamiz o'zimizniki, agar o'zinglar surat yasamsan, yangi do'stlaringlarga, yana birlarga bor, biz surat yasaydi qolajak. Shularga aytib o'tinglar, shular sen fantaziyalaringni sizpasin, ya. Andikisi kundek masalan, Zoomdan demonstratsiya qilganga mumkinchilik bermay, agar uni qilmay qolsanglar, menga aytinglar. Men masalan, Gulnaram bir cho'chakni yezib kelgansa, u o'zining cho'chagida qanday tasavvur qildi, shuni men suratini ko'rsatmay, o'zining cho'chagini o'qib bergan bo'ldi. Tushunishmi? Cho'chaklar bo'yicha endik darsda ijodiy ishga hammamiz degidek qo'shilib, bugungi dars yo'qligini xabar qilinglar, gruppaga yozinglar. Endik darsda kundek qizg'in bir cho'chaklarni mumkin bo'lsa Shixetin Zoomni qo'shib dars o'tamiz endik darsda. 45 minut, 45 minut qilib, hammanglar so'zlaydigan mumkinchilik beramiz. Har bir 5 minut basaqma 90 minut bizga yetadi. Shuning uchun hammamiz cho'chaklarga bir hafta vaqtinglar bor, qizg'in tayyorlig'imizni boshlab ketamiz, hozir boshlab. Tushundingmi? Savollaringlar bormi? Yo'q. Soat 1ga hammamiz kechikmay kelamiz. Uyg'urtlik kitobimizni yinimizga sevib olamiz. Uyg'urtlik praktikumga. Tushundingmi? Ma'qul. Ma'qul, salomat bo'linglar. Ma'qul.